Bilasizmi, sizga bitta juda muhim gap aytmoqchiman. Ades siz uchun eng muhim narsani, ulug' narsani qildi. U sizga hayot berdi. Qolgan hammasi uni qo'lida bor bo'lgan imkoniyatlardan kelib chiqib sizga berilgan. Siz bolalikda undan ko'proq mehr, ko'proq vaqt, ko'proq iliqlik so'ragansiz. Lekin u o'zida yo'q narsani sizga hech qanaqasiga bera olmasdi. Shunchaki ortga qarang, eslang, sizni adezdan oldin yashagan insonlarni, ularning hayotini tafakkur qilib ko'ring. Ular mazza qilib yashashmagan, выживать qilishgan, tirikchilik uchun kurashgan. Ularda suv ham bo'lmagan, quruq bir bo'lik non ular uchun juda shirin taom bo'lgan. Farzandlar birin-ketin vafot etishi oldingi paytlarda juda oddiy narsa edi. Bu ular uchun hattoki qayg'u ham bo'lmagan, chunki hayot shu darajada qiyin bo'lgan. Urushlar, boshqa va eng asosiy narsani aytish kerakki, siz hozir shu joygacha yetib keldingiz, ya'ni ota-ona sizni shu vaqtingizgacha, yoshingizgacha sog' salomat katta hayotga qo'ydi. Aytingchi, otangizga qanaqa savollaringiz qoldi? Ichgani, sizga mehr bermagani yoki qanaqa og'riqlaringiz bor? Lekin sizdan chiqmasin. U sizga eng ulug', muhim sovg'ani berdi. Sizni hayotingizni. Qolgan hammasi, barchasini endi siz o'zingizga bera olasiz, chunki siz yetuksiz.